Assalomu alaykum, hurmatli Chus xalqi. Bugun sizlarga CD blokimizdan eng katta bo'lgan 88 kvadratlik 3 xonali xonamizni obzorini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu binoyimizdagi, ya'ni CD blokdagi eng katta kvartira 3 xonalik 88 kvadrat metrdan iborat bo'lgan. Kirib kelish prixoshkamizga e'tibor bering. Hattoki qo'lim ham yetmayapti, juda ham keng bo'ladi va uzun tarzda yerga bemalol siz prixoshkalarni, shkaflarni joylashingiz mumkin va bizni yonma-yon xonalarimiz kutib oladi. Juda ham katta bo'lgan. Marhamat, bunisini birinchi ko'ramiz. Qaysi birini xohlasangiz mehmonxona, yotoqxona qilishingiz mumkin. Sababi xonalarimiz hammasi katta bo'ladi, hattoki oshxonamiz ham juda katta bo'ladi. Bu birinchi xonamiz. Ro'parazda ikkinchi xonamiz bo'ladi. Ko'rasizmi kattaligini? Juda ham uzun va katta xonamiz bo'ladi. Endi keyingi xonamizni ko'ramiz. Va keyingi xonamiz bu oshxona bo'ladi. Biroz kichikroq ko'ryapsiz, lekin shinamgina anchagina keng oshxonamiz bo'ladi va oxiri yana bitta xonamiz qoldi to'g'rida. Rasmlari, planirovkasi, chizmalarini qo'yib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Bu uyimiz ham juda ham shinam va keng. Bu xonada ham sanuzel hojatxonamiz alohida bo'ladi. Bu xonadonimiz ham esingizda bo'lsa, AB blokimizda 2+1 xonamiz bor. Xuddi shuni o'zi, faqat yana bitta xona qo'shilgan va biroz kengaytirilgan. Shuning uchun 88 kvadrat metrdan iborat eng katta xonamiz bo'ladi. Bu uy ham yevro remont tarzida jihozlar bilan topshiriladi. Ushbu xonadonni ham siz hozirdanoq 30% boshlang'ich to'lov bilan qolgan qismini blok to'lash asosida olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki sotuv bo'limimizga tashrif buyuring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videomizga like bosib, yaqinlaringizga jo'nating va bizga albatta obuna bo'lib qo'ying.